Hozir iplar tashladik. Mana iplarni qatorasiga tashlattirganmiz. Hozir ikki bo'lish jarayonlari bo'lyapti. Ana ikki tarafga tashlattirgan holda o'rtasi ochilyapti. Mana bu yoqda mana bir joyga. Hozir tashladigan joyini ham bunaqa qilamiz. Ipga tashlaymiz. Bu yoqlari ham xuddi shunday. O'rtalari ochib. Misolimiz mana monatlari уже birinchi gullagan, bu yoqda ikkinchi уже boshlagan, ayrimlarda donlar shakllana boshlagan. Hozir joydan ko'rsataman. Mana hozir joylardan ko'rsatib boramiz. O'zi ayollarning oldiga borib ular qana o'rashyapti, nima qilishyapti, hammasini sekin-sekin ko'rsatib boraveramiz. Xo'p. Ko'chatlarimizni holati shunaqa. Obuna bo'linglar. Bizdan ko'ra davom eting. Aytgancha ko'chatlarimizni holati ketyapti, nima kamchiliklari bor, aytib o'tib ketishni izohda qoldiringlar. Har bitta izohni bitta-bitta o'qib chiqaman. Sog' bo'linglar.